Hurmatli kuzatuvchilar, sizlar bilan bugungi videomizda CDM 3 seriyadagi avtomatik o'chirgichga qo'shimcha aksessuarlarni o'rnatib, tekshirib ko'ramiz. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, biz aksessuarlarni avtomatik o'chirgichga o'rnatib tekshirib ko'rishimiz uchun, ya'ni jarayonni ko'zdan kechirishimiz uchun 400 amperlik avtomatik o'chirgich tanladik. Demak, birinchi bo'lib mana bu krishkasini ochib olamiz. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, bir narsaga e'tibor qaratishingizni xohlardim. Mana bu joyda, ya'ni bu aksessuarni o'rni ayrim avtomatik o'chirgichlarda bu joyda o'zini maxsus krishkasi bo'ladi. U krishkani ustidan bu aksessuarlar u joyga tushmaydi. Bizni ochganimizda hozir buni ichida yo'q edi. Agar sizda shunaqa uchrab qoladigan bo'lsa, demak u krishkani u joydan olib qo'yish kerak. Ya'ni mana bu avtomatik ichkarisidagi maxsus kontaktlari ko'rinib turishi kerak. Hurmatli kuzatuvchilar, demak biz aksessuarlarimizni tanlab olganmiz. Sizlarni e'tiborlaringizni bir narsaga qaratmoqchiman. Demak, bu aksessuarimiz qo'shimcha kontakt hisoblanadi. Bu kontaktimizni yonida biz klimalik, ya'ni tipini tanlab oldik. Buni klimasi yo'g'i ham bor. Yana bitta narsa, demak bu qo'shimcha kontaktimiz 400 amperdan demak 800 ampergacha bo'lgan avtomatik o'chirgichlarga tushadi. Bundan tashqari, xo'p, mana bunisi demak bu xalq tili bilan aytganda ratsipitel, ya'ni shunt. Masofadan o'chirish uchun. Demak, bu ham xuddi shunga o'xshab, demak 400 amperdan 800 ampergacha bo'lgan avtomatik o'chirgichlarga tushadi. Aksessuarlarni o'rnatishdan oldin bir narsaga e'tibor bering. Avtomatik o'chirgichimiz hozirgi holati bo'yicha neytral holatda turibdi. Demak, buni birinchi pastga o'chiramiz. Demak, o'chdi. Birinchi buni yoqib olishimiz kerak. Demak, yoqiq holatda. Ana endi buni o'rnatamiz. Ya'ni bu nima uchun kerak desangiz, bu joyga oson o'rnatishi uchun birinchi yoqib olishimiz kerak. Ikkinchi tarafi, yana bir narsani aytib o'tish kerak. Bu aksessuarlarimiz xohlasangiz chap tarafi, xohlasangiz o'ng tarafini tanlab olishingiz mumkin. Ya'ni bu qo'shimcha kontaktlarni chapi va o'ngi ham bor. Demak, buni joylaymiz. Krishkamizni yopib oldik. Boshqaruv pultini biz vaqt yetmasligi uchun oldindan yig'ib olganmiz. Demak, buni ulab hozir jarayonni tekshiramiz. Boshqaruv pultimiz tayyor. Hozir buni tekshirib ko'ramiz. Demak, bizda yashil chirog'imiz yondi. Qo'shimcha kontaktlarimiz demak bizga signal berdi. Avtomatimiz yoqilgan holatda. Buni demak o'chirib ko'ramiz. Demak, o'chdi. Demak, yondi. Endi ajratuvchi qo'shimcha aksessuarni tekshirib ko'ramiz. Demak, mana hurmatli kuzatuvchilar, aksessuarlarimiz ishlayapti. Yana bir narsani eslatma qilish kerak. Mana bu qo'shimcha kontaktlari biz demak ikkita chiqishi bor kontaktdan foydalandik. Buni to'liq foydalansak ham bo'lardi. Agar kimgadir bu narsa agar kerak bo'lmaydigan bo'lsa, ya'ni bizda yana shunaqasi ham borki, ya'ni chiqishlari bir tomonlama, ya'ni chiqish nimasi bitta dona. Bunda ikkita. Bundan ham foydalansak bo'ladi. Bundan tashqari, mana bu ratsipetelimizni, ya'ni o'rnatganimiz bilan bir xil. Bitta qo'shimcha xususiyati shuki, o'zini o'zi o'chirish xususiyati bor. Ya'ni avtomatni o'chirgandan keyin doimiy kuchlanish kelib turadigan bo'lsa, ya'ni ishdan chiqmasligi uchun o'zini o'zi o'chira oladi. Ya'ni qo'shimcha kontaktlar bilan, ya'ni ichida o'sha knopkasi bor, o'sha bilan jihozlangan. Aksessuarimizni ishlash jarayonini ko'rib chiqdik. Sizlarda savol tug'iladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Like bosishni va obuna bo'lishni unutmang.